Bu Matiz avtomobilimizda harakatlanib keturganda yoki tormoz bosganda chiyli ovoz chiqarib yurgan. Bu nimalardan chiqadi? Ham avtomobil bor, samatejeniya deydi-yu. Bu samatejeniya o'zi nimadan kelib chiqadi, nima bo'ladi? Samatejeniya degani balonni harakatlanishi, aylanishi qiyinlashib qolganda samatejeniya va qisib qolyapti deydi. Qisish nimadan kelib chiqadi? Qisish bu raboy silindr deydi. Ish silindr. Agar mana shu axi yaxshi qatmay qolsa, tormoz bosib qo'yaverganingizda xuddi shunaqa qisib yuradi. Va mana ruchnoy tros bo'ladi. Ruchnoyni tortib qo'yaverganingizda yaxshi qatmaydi. Oxirigacha qatmagani hisobiga avtomobilda kalotka siqilib, barabanda aylanishi qiyinlashadi va avtomobilda harakatlanishi pasayadi. Bu avtomobilimizni kalotkalarni xudo xohlasa boshqa qo'yib beramiz. Kalotkalar ovoz chiqaradigan ekan, barabalarni shog'li qilib, virbitkalarni yo'qotib beramiz. Borda sizlarda avtomobilda xuddi shunaqa narsa bo'lib qolsa, marjon qildirib olsangiz, avtomobildan tuzalib qoladi inshaalloh.